Yuzidan dahshatli zarba yegan Husanovning o'yiniga qanday baho berildi? Gvardiola Husanov haqida nimalar dedi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qilmoqda. Ekstra Sport kodini ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hozirroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Premier Ligadagi 25-turning markaziy uchrashuvi amaldagi mamlakat chempioni Liverpool o'z maydonida Manchester City futbolchilarini qabul qildi. O'yin o'ta keskin va murosasiz tarzda o'tdi. Abduqodir Husanov boshlang'ich tarkibda maydonga tushib 1 soat o'ynadi. Raqib hujumchisining zarbasiga xalaqit bergan pallada Abduqodirning yuziga Gianluigi Donnarummaning tizzasi tegdi. Shifokorlar yordamidan keyin o'ziga kelgan legionerimiz o'yinni davom ettirishga tayyorligini bildirgan bo'lsa-da, Pep Guardiola uni ehtiyot qilish maqsadida zaxiraga oldi. Husanov maydonni tark etgandan so'ng Liverpool Dominik Szoboszlaining aniq zarbasi evaziga hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Qolgan daqiqalarda Bernardo Silva hisobni tenglashtirgan bo'lsa, o'yin yakunlanishi arafasida Erling Haaland penaltidan g'alaba to'pini kiritdi. Shaharliklar bosh murabbiy Pep Guardiola Husanovning o'yini haqida quyidagicha fikr bildirdi. Abduqodir Husanov bu uning Enfield'dagi ilk o'yini edi. O'zbekistondan kelgan, Fransiyada 6 oy o'tkazgan va ilk bor shu yerda maydonga tushdi. Qarshisida Ekitike, Saloh kabi futbolchilar bor edi. U qanday o'yin ko'rsatdi? Juda ajoyib o'ynadi, dedi Pep Guardiola. Ma'lumot uchun manchesterliklar keyingi o'yinni Fulhamga qarshi o'tkazadi. Qadrli do'stlar, siz Abduqodir Husanov o'yiniga qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.